U men uchayotgan maxluqlardan butunlay boshqa darajada va judayam qudratliga o'xshayapti. Qo'yilmagan mavjudot. Janob dumini liklatyaptimi bu? Qo'yil. Ammo siz bilan xayrlashishga to'g'ri keldi, hukmdorim. Nima? Afsuski biz judayam kechikishdik deb qo'rqaman. Yo'q, nahotki soyalar hukmdorning qudrati bilan ham shu 8 yilni ham chetlab o'ta olmadimmi? Sizga abadiy xizmat qila olmaganimda afsusdaman, hukmdorim. Hukmdorim, manalarni hokimiyatdan qarzga olgan 4 kishi bor. Ulardan ehtiyot bo'ling, hukmdorim. Bir lahza bo'lsa, mening yangi hukmdorim bilan uchrashish men uchun katta sharaf. Soyani qayta tiklab bo'lmadi. Mening keyingi urinishlarim esa bari befoyda ketdi. Janob White, bo'lim boshlig'iga uzrimni yetkazib qo'ying. Bu joyni tiklash uchun qo'limdan kelgancha yordam beraman. Xo'p. Janob Su, nega qo'ng'iroqlarga javob bermadingiz? Qayerda edingiz? Allaqayoq joyda bo'lgan edim. Demak, siz ovchi Jinho bilan ko'rishdingizmi? Nima? U sizning qo'ng'irog'ingizga javob berish uchun chiqib ketgan edi. Aytishdi, siz uni boshqarmada kutayotgan ekansiz. O'zi hozirgina o'sha yerdan keldim-ku. Nima deyapsiz? Janob Jinho mehmonlar ro'yxatida yo'q. Nima? Bo'lishi mumkin emas. 2 soat oldin quzg'unlardan bittasi kelib unga yo'l ko'rsatishni aytgan edi. Quzg'unlar rahbariyat bilan yaxshi munosabatga ega, lekin ular bizning nomzodlarimizga tegishiga haqqi yo'q. Yaxshi, iloji boricha quzg'unlar bilan aloqaga chiqishga harakat qil. O'zimni g'alati his qilyapman. Ajin gildiyasining o'rinbosarini quzg'unlardan biri olib ketdi deyapsizmi? Nahotki Janob Sonjin bu haqida biror narsa biladimi? Yo'q, hali unaqa emas. U hali bexabar. Janob Sonjinvo boshqarmada bo'lganda kimdir uning nomi bilan o'zini tanishtirgan. Unda hamma narsani imkon qadar bilib olishimiz kerak. Janob Song! Quzg'unlar hamma narsani o'zlari hal qilishni aytdi. La'nat, u ketib qoldi. Hammasi mening aybim. Men rais Myonxanni himoya qilish uchun soya almashuvidan foydalandim. Jinhoga esa qo'riqchi qo'ymadim. Soyali askarlar, tarqalinglar, uni izlab toping, tez! Bir-birim shunday qilibdi-da. Hwan Duksun, uni Sonjinvodan oldin toping, tez! Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Uni birinchi bo'lib topishlaring shart.